Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, akalar, biz video syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tuman Teparoq qishlog'i. Yana o'zim xonadonni olib boryapman akalar. Bugun xudo xolasa 4 dona qo'z sovliqlarimiz, 1 dona qo'chqarimiz bor. Qo'ldan kelgancha video qilib berishga harakat qilamiz. Akalar, video boshida aytib o'taman. Kanalimizga mehmonlar bitta like bosishni esdan chiqmasin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa shunaqa yaxshi-yaxshilarni, zo'r-zo'rlarni chiqarishga harakat qilamiz akalar. Boshlanishi mana bitta qo'chqorimiz. Inshaalloh. Mana boshida aytib o'tay. Mana bo'yi. Mana ag'iri necha deysizlar, o'zlaring bilasizlar. Mana 90 ga xudo xolasa bor ekan. Mana 85 pilis ekan. Xudo xolasa. Mana uzunasi. Mana 85 mana qolib ketyapti, hurmatli obunachilar. Mana bunday qilsam, baqirib ketsa, mana aqirib ketaver ekan. Bunday qilsa yana ham yaqinlashar ekan. Lo'shisi mana 85 pilis, uzunasi ham. Hali qo'zi narsa. Hurmatli obunachilar. Mana tishini ko'rsatib o'taylik. Mana. Hali marjon. Tish yorishiga bor. Mana. Mana hurmatli obunachilar, quloq 18 pilis. Mana. Meni bitta o'zimligimcha qiynayapti. Xo'sh, qo'zi qo'chqor akalar, 12-13 oylik, tish yorishiga bor. Mana o'ta ideal holatda ko'rishlaring mumkin. Mana akalar, yurgizib ham ko'rsatib o'taylik. Xudo xolasa tuyoqlari mana tikka tuyoq, stakan tuyoq inshaalloh akalar. Mana. Mana. Mana to'shlarim inshaalloh qo'ydi baqish kerak. Az-nazi yemaylar tursa, xudo xolasa qo'y badan unga quruq emas. O'ziga yarasha. Xo'sh, akalar, buni bo'ladigan narxi 6.200 ming so'mga Samarqandga deb dastavkaga beramiz. Aloqa chiqib orasizlar inshaalloh akalar. Qo'chqor qilib olaman degan aka-ukalarni tavsiya qilib qolamiz. Inshaalloh zo'r. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqib orasizlar. Mana dumba razrezlari ham o'ta osilmagan. Hamma joyida.